Lolalar gullagan mahalda. Hey, eshitdingizmi? Men aytdi demang-ku. Mana shu bog'dagildi qizi yurishlari cho'ta, boshqacha aynigan. Unaqa demang, eshitib qolsa-chi? Voy, eshitmaydi, qaqa eshitadi. Otni kallasida naushniga turibdi qulog'ida. Eshitdingizmi? Mani aytdim tag'in. Bog'da gulli qiz bor-ku. Yigit bilan qo'llashlashib turganini ko'rdi. Yigiti bor ekan. Ha, Xorosda. Voy, sharmanda. Ey, mana aytdi demang-ku. Bog'da gulli qizi bor-ku. Yigit bilan quchoqlashib yurgan ekan. Keyin sezdingizmi, qori ham qipayib qopti. voy sharmanda. Hozirlarga ishonchim qilmabdi unda. Voy tavba. Voy Fatma opa, meni aytdi demang, ana qo'shningizda qizi qorni qappayib, doktor yurganmish. O'zi aytuvdim, cho'ta yurish bejo deb. Bog'dagul, sho'ringga sho'rva to'kildi. Qaydasan? Voy Bog'dagul onajonim, bechoraginam o'zing yersiz o'tganda qizing ham kuydirga chiqdimi? Qizingni deb qon qisib, qon yig'lab o'tiribsanmi? Kiyimlaring ham jiqqa qonga to'libdi, qara. Ya bu qonmas, Nima bo'lmasa? Ya vahimang qursin. Ana gilosdan kompot qilib ijatuvdim, mana oldimga to'kilib ketdi. Siz endi kiyimingdan gilosida ketmasa kerak. Nimaga ketmaydi? Bundan ham battar dog'larni ketkizganman. Sho'rtakkan ekan. Nimada ketkizgansan? Albatta Bavida ketkizaman. Bavi eskirgan dog'larni ketkizadi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Oq kiyingizni oppoq qilib beradi. Chirib ketgan ana posudalarni chirkin tozalab, yalqillatib beradi. Eng asosiysi gipoallergenniy. Ey dugonajonim, kiyimingni dog'ini ketkizarsan, lekin qizingni xatosini kislota sepib ham ketkizolmaysan. Nima deyapsan boyadan beri? Qizingni xatosi deysanmi? Meni aytdi demaginu, mahallada duv-duvga qizingni bir yigit o'g'irlab, ikki qat qilib qo'yganim. Mani aytdi demangu, o'sha kun naushnik ishlamayotdi. G'iybatchi qo'li. Eshitdingizmi? Mana shu bog'dagildi qizi aynigan. Ana yurish-turishlar boshqacha bo'lib qolgan. Unaqa demang, eshitib qolsa. G'iybatchi mejaginga men aytdi demagu, bu ham kam. Va nihoyat erga tegdim mana. Yashang. Yo'ra. To'yinga to'yona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z tegmasin 3 kundan beri go'shiga yotibmiz. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik, orqamizdan baraka kirib keldi-da. Ta. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, Oyjon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvarani qarang o'ynagan. Yer qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ye, ana svet keldi, ye. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yo'g'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. O'chara vazina. Men tug'ilganimdan Laretto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Larettoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no-frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi bor-ku, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori tokni kam yeydi. Laretto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga ishqab. Chaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Chaqqa ham qo'yshding-a? Barakaniki-mi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib bordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. Yomg'ir yog'di, charchak, tayyor bo'ldi kelinchak.
yanga uyga kelin chaqirdi. Balon bormikin to'g'ri. Hey, men aytdim-ku, lekin to'yga sertifikat qilishdi. Yo'q, Ko'pga qarab oyoq uzatmadim. Mana qarang, yag'irligini yozib qo'yganman. Bomba Yanga, rahmat. kunni yil bilmasman. Nimaga? Qarang, qo'y bersa bizni ham yutvoradi-ku. Uyalib ketyapman o'zimman. Sen bu joyga chiqqanda aytib chiqing bunday. Atratni bo'lsin, Dastimga semchga ham qo'yadim, astag'firulloh. U ko'zimga siq ko'rinyapti. Kim bo'ladi? Qizlari bo'laman. Qizlarni. Semchkalang shirnagina. Bu kelinga. Qani olinglar, osh bo'lsin. Osham zo'r bo'lsa, odam Olinglar, xudolar, olinglar. olyapmiz. Olinglar, xudolar. Alloh akbar. Ertaga yoppasiga bizga chaqirdik. O'taverasizlar, ketdik yanga. Kelin oshqozoningiz bezovta qilmayaptimi? Nima bo'ldi? Nomuslarga o'ldirdingiz-ku. 3 kunlik kelinlar shunaqa bo'ladimi? Tavba qildim, mehmonga borib tiqqaningiz tiqqan. Ertaga ammangizga mana shu hunaringizni qilsangiz, javobingizni beraman. Hop. Javobni er bermaydimi? Yoppasiga xush kelibsizlar, hurmatli mehmonlar. Yeb ichib o'tiringlar. Kelindan sizga. Voy rahmat. O'tiringlar sizlar ham. Opasiga kattarog'ini berdi, menga tiftasini berib pastko'ydi. Xush kelibsizlar. Olinglar, uzatib yuboringlar, xolajonlari. Men kelinjon sizga. Yo'q, ammajon yemayman. Voy, esim qursin. Sizga tog'araga sap kelishim kerak edi. Qani piyolacha sop keling, ko'nglingiz bo'lmayapti. Ang kelin. Mana ammajon. Yanami? Ha, hozir. Yana. Bo'ldimi, buni ham ichasizmi? Yo'q, men piyolada ichaman. Ko'p gapirmang, oling, yugurdaymanmi sizga? Kosada ichib ola qoling. Aqoti shirin. Voy, kechirasiz yanga. Buningiz ochapat desam beparasat ekan. Yaxshiyam menda bavi bor. Bu Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Oppoq kiyingizni paxtadek oppoq qiladi. Mana bunaqa dog'-dug'larni ham yo'q qilib yuboradi. Kelingiz uymaga idishlar chiq bosayotgan bo'lsa, ularni ham tozalaydi. Ippa allergenliymikan? Конечно. Voyjon, ammajonda kavam qildingmi? Ha, ko'rdim. 10 piyola osh bilan 10 piyola sho'rva ichdingiz. Kamiga beparasatligingizni ko'rsatdingiz. Yo'q. Yuring, uyda gaplashamiz. Bering sumkangizni ko'taraman. Ya qo'ying. Bering. Ya qo'y. Voyjon. Babim qaniydi? O'z opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Do'stlar, mana bugun uzoq qishloqda yashaydigan bir ona va 2 qiziga yordam berganmiz. Bugun yana bularga mana sovg'alarimiz bilan keldik, bulardan intervyu olamiz. Yaxshimisizlar? Yana keldinglarmi? Kelinglar. Mana onani o'zlari kelyaptilar. Onam bizdan xursandmisiz, bir duo qiling. Rahmat onangga. Boshqalarga ming la'nat. Tikka aytaver. Ko'timni kavlamasin. Tikka ayt, xo'pmi? Onamni o'ynashi kattardi uyi kuysin iloyim. Jo'ra, sen meni axtarma. Hasan aka, men sizdan xafa emasman. Shu joylarga keldim, uy-joy qildim, yo'qmadim hali. Onajon, sizni kuzatib yurganlar juda ko'p. Ular hammasi mehribonda. Mana shu tabakani bir reklama qilib bering-chi. Nima go'sht bu? Tovuqmi, xo'rozmi? Bilmas. Qayerdan bilaman? Buni hidlab olingizlar, ana o'lsa bo'ladi-da. Men Rossiyada yurib, o'zbekchani bilmayman, ruschasiga ana o'lsa bo'ladi. Tuzi ham yaxshi emas. Biz bunga zirra sepadi, bir narsalar sepadi, tuz sepadi. Keyingi safar poda go'shab kel. Xo'p, xola, xo'p. Qizlar, sizlar nima deysizlar? Men bu yoqdaman. Tikka gapirgin, qo'rqmagin, onamni o'ynashi degin. Men gapim bor. Menga qaranglar, O'rta Saroy ahli, Chirchiq ahli. Meni orqamdan gapiribsanlar, jinni debsan, g'ilay debsan. Qayta ko'rding meni jinniligimni. Qaysi balansadan isprapgan olib kelib berding. O'zi opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Singlimning jahli bekorga chiqmaydi. Uy qilib bermaysizlar. Shunga jahli chiqib ketaveradi. Sizlar ketaverasizlar. Onam ham ketadi, dadam keladi. Dadam ketgan joyidan qaytib kelmaydi. Dadam kelmaydi, tatar xotiniga ketgan. Mana aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana shu qizlarimiz shu uylarda yashashadi. Chayon ilonlarga to'lib yashaymiz. Uy qilib bersin, ayting.
u ham bo'ladi xolajon. Xalqimiz mehribon, bolajon xalq. O'zlarining bolalaridan ortsa, sizlarga o'xshagan tekinxo'rlarga albatta u yo'l beradi. Mana shu pastda karta raqamlaringizni qo'yamiz. Qanaqa karta? Sim kartamni qo'yasiz. Sim karta? Ha, menga qaranglar sizlarga. Men boshlang'ich to'lovimni to'lab berganim bilan, lekin o'zlaring ishlab pul topib to'lashlaring kerak. Ish kerak. Qizlarimga ish kerak, ishlamoqchi. Chirchiq ahli. Menga ish kerak. Smena. Kechqurun bo'lsin. Ertalabga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Dilbar, kechkisi men qanaqa ish? Yotib, mazza qilib pul ishlayotgan ish. Ey qizlar, orqalaringni tozalab yuringlar. Meni sasiq deysan, siqirt deysan, tellaydi deysan, cho'milmaydi deysan. Men tellab yursam ham vilajning bor. Artinib yuraman. Senlarga o'xshab sasimayman. Hozir issiq-ku, cho'milib yursanglar bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa vannamiz ham bor. Lekin cho'milmaymiz, allergiyamiz bor. Vilajningda yaxshi-da? Ha. Hidi xushbo'y. Mana xitlaysizmi? Mana. Ey, rahmat, o'zi shunda kelib turibdi. Sizlarga ham boryaptimi, bilinyaptimi edi? Onam faqat doktor emas. Dadangga qo'ygan aroqlar shifa bo'ladi. Onam zamchkasi yo'qmi? Ey, yo'l, alkashni bolasisan-da. Onam betim shishib ketdi, menga nima bo'ldi? Voy, egiz chiqqan sappini oldiga olib boray, bir tepib qo'ysin. Yur. Faqat doktorga emas. Xo'p. Shishib ketdi. Ey, qizingni momolar tepgan-ku. Ha? Nima qilish kerak? Ey, buni har tepganimga yuzidan tashlamasang o'zim ko'rish mumkin-da. Mayli. Yo, shop momalari. Ay, voy qizim. Mana non deyvajon qizim. Yo'q, yemayman, og'riyapti. Voy, sen ilgari bo'lgansan qizim. Yur, ilgariga boramiz. Ketdik. Yo'q, Yur. Och dedim. Qizingiz meni ip yegan opa, yomonlashida bu. Voy, qop-quruq-ku. Hali yangida, ha? Yo, ana ilm amal yangi demoqchi edim. Tezorim chaqiruvdilar. Yo'q. onam men chaqiruvdim, qo'rqib ketsinlar. Xola qizingiz yomon shamollab ketibdi. Bilaman, sovuq suvga cho'miltiraman-da. Nima, issiq suv yo'qmi sizlarda? Gazimiz yo'q, svetimiz yo'q. Ya xola, shu ham muammomi? O'rikzorda Siroj Purimimda katyonlari xohlaganingiz bor. Sizlarga o'xshaganlar uchun u svetli, gazli suv yoqda tursin. Ko'mirli, o'tinligi ham bor. Xohlaganingizni ishlatasiz. Xohlaganingizni issiq suv qilib beraverasiz qizingizga. Voy, nima kerak endi? Yoz keldi. Kasal bo'lsa kilnasilatib yuboraman. Sotib olaylik onajon. Boshingiz omon bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Qani chiroylilar, kimni kasakchasi bor, kimni netto ishlari bor. Olaman u ketaman. Nima qilib? 8 ta o'ynashim bor. Bitta qo'yga ham indamay anaqa yuribdi gaplashib. Sizga yolg'on mangachim bitta netto ishga dollar pochen. Kim u? Nima sotib olaman dedi? Kelinglar haloyiq. Haloyiq kelinglar. Pochinchani boshladik. Kep qolinglar, olaman ketaman. Nima deyapsan, lo'li bashara? Bitta netto ishingizga bitta dollar beraman deyapman, apacha. Meni netto ishim umuman yo'q. Hech kim aybini qilganini hech kimga aytmaydi-ku. Masalan, men narigi mahalladagi Tursunmurod bilan yurganimni aytdimmi sizga? Sizga aytdimmi? Avnaqa bo'lsa birinchi bo'lib men chiqarganman. Buni yeri bilan yurganman. Men buni o'g'li bilan yurganman. Men bu to'nkani yeri bilan yurganman. 80 kilo chiqdi. Aytdim-ki, men sen lo'qqa 8 tasi bilan juratdi. Okey, 8 ta dollarcha. Mana ko'rdinglarmi, hayotda ochiq boshinglar shunaqa pullar kelaveradi. To'xtanglar, men chiqaman. Hayajonlanmang, hammaga yetadi pul. 40 kilo bosibsan bacham. Nima qiluvding? To'g'risini ayt. Bitta o'tirganimda, hech nima qilganim yo'q, endi biror nima qilishim kerak edi. Dori sotganlar ham bo'ladimi, opa? Operatsiyaga pul berganlar-chi, suxurlar. Tarozidan urganlar ham bo'ladimi, o'rgili? Menga qarang, bog'chada bolalarni rosa uramanda, keyin bolalarning haqqini uyga olib ketaman. Uyim bo'radimi? Hammasi biladi, o'rgilaylar. Ana shuncha dollarlar kitobda sizlarni. Sizlar deyishi. 70 kilo. Men fake akkaunt ochib hamma mashhurlarga yozib o'tiraman. G'iybat qilib. Menga qarang, lo'lobcha, men folbin yuramanda, u ham bo'ladimi? Kanishni biladi. Ana shunaylar kerak-da. Kelinimning uyini buz vordi, 3 ta bolasi bilan ko'chma-ko'cha xor bo'lib yurdi. Endi ukam onasi o'tmaganiga uylantiraman. Chiqqani bacham, sen yomon og'ir bosasan lekin. 100 kilo.
Endi akam oilasini o'qitaman, ketdim. Endi apachon siz chiqing. Siz очередь sizga keldi. Yo, men chiqmayman. Men bularga o'xshagan iflos emasman. Yoshligingizda bir xatpat yozgan joylaringiz yo'qmi? Bo'lgan. Ana shunga $100 beraman, kommunalka chay ziyofasiz chiqing. 10 kilo. 10 kilo. 200. Yolg'onchi bu, kazyol bu. Lo'liga ishonmalar. Apajon, bu 200 ni faqatgina g'iybat qilganlar uradi-da. Siz g'iybatchani yomon bosasiz-da, terisini ayting. Bir hammada bo'ladi-da endi. 2000 dollar apajon. Shuncha pullar endi bularga nima olsam ekan? Qalani lo'la? Ha? Shuncha bergan dollarlari tuproqqa aylanib qoldi. Ha? Yo'q. Banda bo'ldim. Men nima hech kim olmaydi-da, Tursundan boshqa. Tursun chaqiringlar-da menga. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Boring, nari qarab gapiring, og'zingizdan chizni hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Trikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Uy. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bari parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaraman, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi, gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola, kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazoxonchini edi u. Dadasi. Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men mana Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingizni tutib ketsam yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Xotining namuncha ko'p cho'miladi, ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi-da. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman. Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga nakallena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling.
Ona, ana makaron kali o'g'liz borku, sizni aqutizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zi nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacha aytib eshitdim. Voy noshukurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da. Choydan qo'ying yangacha, bu kunlarni necha yil kutdik-a? To'g'ri aytasan, to'yimizga 3 kun bo'ldi. Maza o'tkazib oldik-a. Nimasini aytasiz, oyi? Zo'r bo'ldi-yu. Mabodo yangilik yo'qmi? Ona, ha? So'radim prosta. Yangacha qarangda nimani sezyapsiz? Yaxshilab qarang. Hech narsani sezganim. Yaxshilab qarayapsizmi? Onam bunisiga hech qachon yangilik bo'lmaydi. Uf, kelin, qachon bir yangilik aytasiz? Vo, ana yangilik bor ekan-ku. Bilan dasda uyquyam yo'q-ey. Voy boshim, miyam qani. Voy, shovqindan chidolmayman. Voy boshim. Voy kelin, bolaga qarashni qachon o'rganasiz-a? Bir ham o'quvsiz kelin olganman-ey. Nevarangizga olib kelgan arzon tagligingiz ko'tini qizartirib yubordi. Shunga yig'lab yotibdi. Arzonmi, qimmatmi, nima farqi bor? Ko'tini yuvib, tuproq sepib ishlating. Bizni davrimizda dor-dor kirib yuvardik. O'lganimiz yo'q. Sizga o'xshagan qurumsoq qaynonalarga oyijon, pompi tagligi ham bor, arzon narxda. Allergiya chaqirmaydi, namligi o'zida saqlaydi kamiga. Havo o'tkazuvchan butun respublika bo'ylab shu nomerlarga aloqaga chiqib, dilerlik yoki hamkorlik qilish ham mumkin. Biznescheda 80% odamlar sizga o'xshab narxiga, 20% odamlar sifatga qarab taglik olayotgan bir paytda oyijon, hammasini o'ziga jamlab, narxi sifatiga nisbatan ancha arzon. Sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham luboy eng zo'r tagligingizni ketiga tepadi oyijon. Indamasdan 4-5 ta bolani qatorasiga tug'ib katta qilsa arziydigan taglik bu oyijon. Shunaqa. Ekonomishni bo'lsa ikkinchisiga qachon harakat? Siz kimsiz? Men kimman? Betini qilyapman. Keliningizga nima qildi, oyi? Indama, ijodkor ijod qilyapti.